Yakkasaroy tumanidan narxiga arziydigan hovli bormi degan mijozlarimiz uchun Salomatina mahallasida 208 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu high-tech hovlimizda sotuvga chiqyapti. Jiloy maydoni 430 kvadrat metr, 5 ta xonadan iborat. Avtorskiy proyektda remont qilib bitkazilgan, basseynlarimiz podogrefli. Mahallamizda juda ham yaxshi did bilan avtorskiy proyektda remont qilib bitkazilgan hovli. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, narxlarni aytib o'taman. Juda ham yaxshi narxga sotuvga chiqyapti. Navisimizdan tagiga bitta mashina bemalol olib kirib qo'ysanglar bo'ladi. Qo'shimchasiga ko'chada ham mashina qo'yish uchun joylar bor. Umumiy hojatxona va yozgi oshxonamizda joylashgan. Vidda qaranglar. Juda ham chiroyli chiqqan. Zeleniy zonalarga ham отдельно mehr berilgan. Sizlarga uyimizning ichini tanishtirib o'taman. Yaxshi narxga Yakkasaroydan sizlarga zo'r taklif. Eshikdan kirishimiz bilan bizani shunaqa chiroyli garderoblar kutib oladi. Chap qo'limizda oshxonamiz joylashgan. Kuxonli uгологimizni qaranglar, juda ham did bilan remont qilib bitkazilgan. O'rtadagi stolesnitsalar o'zgacha vid berib turibdi. Polностью bo'sh texnikasi qilingan va qo'shimchasiga bu yoqda stol va televizor uchun katta keng maydon qoldirilgan. Oshxonamizning oynalari katta panoramli, havo aylanishi, quyosh tushishlari hammasi hisobga olingan. O'rtada umumiy sanuzel. Sanuzellar ham juda ham chiroyli chiqqan, qaranglar. Висячий unitazlar maksimum hamma joydan to'g'ri foydalanilgan. Birinchi qavatga tegishli spalnimiz, ichida o'zini sanuzellari bilan yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa juda ham ma'qul bo'ladi. Qaranglar, akkuratniy bo'lgan. Spalnimizning menga yoqqan planirovkasi orqa hovli uchun отдельный eshik qoldirilgan. O'rtada magnoliyalar ekilgan va podvalga tushib ketish uchun lesnitsalar qoldirilgan. Birinchi qavatimizda shunda oshxona, umumiy sanuzel, katta spalni va katta zalimiz bor. Bemalol shu yerda mehmoniylar kutsanglar bo'ladi. Bu uyimiz milliy stildagi yoki yevropizirованный oilalarga ham farqi yo'q. Bir xil to'g'ri keladi. Sababi xonalar ko'p, xonalar razmerlari katta-katta, zamonaviy stilda qurib bitkazilgan. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bizani межкомнатный hol kutadi. Birinchi xonamiz master spalni. Qaranglar, xonani ancha-muncha hozirgi kundagi master spalnilar razmerlari bunaqa katta emas. O'rtada kravat, chap tomonida ham, o'ng tomonida ham bemalol maydon qolgan. Televizor qo'yish uchun joy, podsvetkali garderoblar va resheniyani qaranglar, razdvijnoy eshiklar qoldirilgan. Eshikni shunday ochishimiz bilan bizani shunaqa chiroyli garderob kutib oladi. Ichida o'zini sanuzeli bilan. Vannalar qaranglar. Haqiqiy master spalni deb iminni shunaqa xonalarni aytadi. Hozir kunda kichkina xonalarni ham kichkina garderobi bilan master spalni deb atalyapti, lekin aslida master spalni shunaqa keng katta bo'ladi. Ikkita farzandlar uchun ikkita полноценный bolalar yotoqxonasi, razmerlari aytib o'tganimdek katta keng qilingan stroyli garderoblari bilan qaranglar, resheniyani xohlasanglar, ota-onalar uchun, xohlasanglar, yosh kattalar uchun farqi yo'q. Hammaga bir xil ma'qul bo'ladi. Hamma xonada oyna bor, havo aylanishlari, quyosh tushishlari hammasi hisobga olingan. O'rtada shu ikkita xonaga tegishli, ikkinchi qavatga tegishli umumiy sanuzellari bilan. Vannalari bilan sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lesnitsadan podval qismimizga tushishimiz bilan birinchi xonamizda prachka, kir mashinalar tayyor qilib qo'yilgan, garderoblar va kotelni. Juda ham gрамотный qilingan. Ikkita xonamizda, podvalimizda kladovka joylashgan, ikkita xonamizda tayyor garderob. Qishda yozda kiyimlar almashtirib shu yerdan foydalansanglar bo'ladi. Narxini $595 ming ga narxlamiz. Nomerni yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishinglar mumkin.